Sharq Turkistonning G'o'lji shahrida yashaydigan Zoyida Xelipaji va Tursun Barat ayol necha yil burun hajga borganligi sababli 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Ota-onasi haqida videolik guvohlik bergan Shamsiya Tursun mundaq dedi. Dadam G'o'lji shahrlik xalq ishlar idorasining pensioner. Anam bo'lsa G'o'lji shahrlik do'stlik doktorxonasidan dam olishga chiqqan. Ota-onam 2012-yili hajga borgan va qaytishida Turkiyada meni ko'gilib kelib bir mezgil turgan. Ondan ular G'o'ljiga qaytib ketgan. Keyincha 2 qitim tuqqan yo'qlash uchun Turkiyaga kelgan. Oxirgi qitim 2016-yili kelib qisqa bir vaqt turib qaytib ketdi. 2017-yili 10-oydan boshlab ular bilan aloqamiz uzilib qoldi. Keyincha ota-onamning 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligidan xabar topdim. Ota-onam dam olishga chiqqan kishilar hech qachon bir davlatning qonuniga xiloflik ish qilmagan. Shamsiya Tursun yana so'zida G'o'lji shahar 2-o'rta maktabdan dam olishga chiqqan va qayta tarbiyalanishga ehtiyoji bo'lmagan hammasi Hamida Xelipajining atalmish tarbiyalash markazlari nomidagi Xitoy natsist lagerlariga qamalganligini aytdi. Xitoyning o'ydirma jinoyatlar bilan begunoh kishilarni jazolaganligini aytgan Shamsiya xalqaro jamiyatga xitob qilib, Xitoy bizni jazo lagerlariga qamaganda sukut qilgan dunyoni hozir Xitoy o'zi ishlab chiqargan virus bilan jazolayotdi. Dunyo sukutni mushundoq davomlashtirsa, bizning beshimizga kelgan kunning sizlarning kiyimi kelishidan qo'rqaman dedi. Xitoy Telegraf magnati Huawei cho'radigan eng yangi talash tortish Xitoyning jasuslik, vakolatchi qabul qilish va dunyoviy ta'sirini kengaytirish planiga markazlashdi. Xabarlarga qaraganda, sobiq M16 jasuslarining yordamida tuzilgan hujjat Xitoyning siyosiyonlarni o'z ichiga olgan Angliyaning muhim arboblarini kontrol qilib, Telegraf magnatining Angliyadagi tijoratini qo'llashga uringan deb ayblangan. Yegilinishcha dunyoning har qanday yeridagi cho'ng Xitoy shirkatlarining siyosiy kun tartibini ilgari surish va shirkatning siyosiy ko'rsatma amal qilishiga kafolatlik qilish uchun Xitoy Kompartiyasining tarmoq apparatlari bor. Mutaxassislarning qarashicha, bu dal Xitoyning savdo niqobi ostida faoliyat qilishining sababi ekan. Xitoyda 93 million partiya a'zosi bor bo'lib, nurg'unlari chet eldagi tashkilotlarga o'rinlashtirilgan. Ular maxfiy uchur to'plash vazifasini ustiga oladi. Bo'libmi telegraf qatorliq texnika sohasida mutaxassislar bu vakolatchi va chet el shirkatlarida muhim o'rinni egallaydigan shaxslarni qabul qilish yoki qoyil qilishning ko'p xil usuli borligini o'tirg'a qo'ydi. Xitoyning yangi yo'lga qo'ygan davlat bexatarlik qonuni bo'yicha Hong Kong alayda ma'muriy rayonida bexatarlik ishxonasi echishi talash-tortish paydo qildi. Xabar qilinishicha, bu ishxona Xitoy hukumatini qo'llaganligi uchun tanqidlangan Hong Kong rahbari Carrie Lamning riyosatchiligida ochilgan. Yangi ishxona dunyodagi asosli pul muomala markazlarining biri bo'lgan Hong Kongdagi muhim sayohat nuqtasi bo'lgan Metropark mehmonxonasida ochilgan bo'lib, Hong Kong rahbari Carrie Lamdan boshqa bexatarlik ishxonasining yangidan tayinlangan raisi Jing Yanshong, Beijingning Hong Kongda turishliq bosh elchisi Lu Huning va sobiq bosh elchi Tong Chiho, Ling Chunying qatorliqlar ichilish murosimiga qatnashgan. Bu idoraning boshlig'i qilib tayinlangan Jing Guangdong o'lkasidagi vaqtda davlatning fuqarolarining yerini tortib olish sababli kelib chiqqan hukumat bilan omma o'tirisidagi to'qinishda qattiq tadbir qo'llanganligi bilan tonilgan. Yana bir tarafdan Oqsaroyning davlat bexatarlik maslahatchisi Robert Oberin agar tashqi ishlar ministrligimiz Hong Kongning avtonomiylik holatini saqlab qolganligini aniqlay olmasa, biz Hong Kong va Xitoyga jazo yurgizamiz dedi. Rossiya bilan Xitoy Suriyadagi taxminan 3 million kishiga xalqaro yordam avataladigan mexanizmning yengillanishini rad qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi bu mexanizmning yengillanishini ovozga qo'ydi. Bu mexanizmga 2014-yildan boshlab Suriyaga chegara halqagan xalqaro yordamga ruxsat qilib kelgan bo'lib, bu yil 10-iyun muddati to'shidi. Germaniya va Belgiya kengashga sungan qaror loyihasini Rossiya va Xitoy rad qildi. Suriya Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qaroriga asosan faqat Turkiyadan o'tadigan ichki chegara eg'izi orqali xalqaro yordamga erisha oladi.
Suriya vaqtli hukumatining raisi Abdurahmon Mustafa Rossiya bilan Xitoyning Rossiyadagi millionlagan kishilarga xalqaro yordam avatalaydigan mexanizmining yangilishiga rad kelganligini aybladi. Xitoyning g'arbiy janubidagi Guyjo o'lkasida o'quvchilarni elib mangan avtobus yo'l bo'yidagi ko'lga tushib ketdi. Xitoy doiralari vaqada 21 kishining qazo qilganligini aytdi. Avtobusning oldi bilan yo'ldagi qo'g'dash to'saqlarga urilib, ondan to'saqdan o'tib ko'lga tushib ketganligi bildirildi. Vaqada 15 kishining yaralanganligi, mashinadan va ko'ldan chiqarilib olinganlarning eng yaqin doktorxonaga elib berilganligi ko'rsatildi. Egilinishcha, Anchin shahrida yuz bergan hodisa yuz berishdan ilgari avtobus o'quvchilarni har yili o'tkaziladigan oliy maktabga kirish imtihoniga qatnashish uchun elib mangan ekan.